Assalamualaikum hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Bayer efendi Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib Amerikaga sig'ingan Sharq Turkistonlik qarindoshlarning panohlik iltimosining tasdiqlanishini tezlatishni talab qilish maqsadida 13 avgust namoyish qilishga chaqiriq qildi. Bugünkü sözleşmenin sebebi şu emmimizge bulupmu Amerika'daki Uygur ve başka Şarkı Türkistanlı kırındaşlarga mühim bir mesele dep qarayman. Bu bolsa bizninki şu immigration yani panahlık meselesimiz. Amerika'da tahminen kam degende bir 10 mingdan 15 minggacha Uygur ve başka Şarkı Türkistanlıklar yaşayotdi. Lekin ularninki kam degende yerimdan ko'p qismi tehi immigration asylum meseleleri tehi hal bo'lib bo'lmadi. Bu haqda biz buni tezletish uchun nurg'un yo'llar mangan to'q. Shu asylum meselesini bir tezletib deb hamda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib qo'ygandan keyin mushadagi xalqimizga va dunyodagi boshqa yerlardagi xatarlik uchrayotgan qarindoshlarımizga panohlik berishga biz qonun chiqaraylik deb shu nurg'un parlament a'zolari bilan kurashgan to'q. Oxirida shu 4-oyda senator Coons ishxonasi ular shu Uyghur Human Rights Protection Act deb bir qonun o'tirib qo'ydi, qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Bu qonun loyihasi shu dunyodagi uyabiyada xatarlik ostidagi Uyg'urlarga Sharq Turkistondan va Uyg'ur va boshqa turk qarindoshlarga Sharq Turkistondan Xitoyninki irqiy qirg'inchilikdan kechayotganligiga tezdan panohlik berish ve yana şu Amerika'da panohlik iltimos qilib bo'lganligiga panohlik asylum applications'ni iltimoslarini tizitish uchun qo'yilgan. Bu 4-oyda qo'yildi, lekin hozir biz 7-oyga chiqdik. Bu to'g'risida bir deylash bo'lmadi tuzuk parlamentida. Ve nurg'un qarindoshlar şu bo'lib Amerikadagi qarindoshlar doim bizga aloqalashib immigration meselesi to'g'risida bizga yordam qilsanglar deb necha qatim milliy uyg'onishga bu vaqtda xat yozganlar bo'ldi, telefon qilganlar bo'ldi. Shuning bilan biz maslahatlashib shu oldimizdagi 8-oyning 13-chi, ya'ni juma kuni 8-oyning 13-chi kuni soat 10:30dan 12:30gacha yolg'izlam shu panohlik meselesini, immigration meselesini şu Arlington'daki USCIS'nin Amerika Immigration'daki panohlik işxonasining oldida cho'ng bir namoyish uyushtirib, mush xalqimizningki talabini o'tirib qo'yib, texmi bir besim qilsak deb o'ylashyapmiz. Ba'zi deydi namoyishlar aqmaydi, aqchi ko'kchi deganlar bor, ammo aqdi. Natijasi bugun chiqmasa, ati chiqadigan ahvollar bor. Shuning uchun buni biz necha bilan maslahatlashdik. Mushadagi barliq Sharq Turkiston qarindoshlarimiz, Amerikadagilarni mayli qaysi tashkilotga a'zo bo'lamsiz, bo'lmamsiz, uning bilan karimiz yo'q. Chunki bizniki masalamiz bu yerda yolg'izdan shu asylum case'ni, immigration masalasini tizitish uchun sizlarniki immigration iltimoslarini tizitish uchun va asylum berishini uchun namoyish qilamiz. Shuning uchun videoni taqib qo'ysanglar va atrofdagi qarindoshlarga shu namoyish qatnashishini chaqiriq qilib qo'ysanglar, bu yerda shu o'zinglarniki shu kampdagi yoki turmadagi tutilgan qarindoshlaringlarniki resimleri yoki bilmeler bo'lsa shuni chiqarib ko'tarib chiqsanglar texmo yaxshi bo'ladi. Agar yomon qo'rqib ketsanglar maska taqib olsanglar bo'ladi. Hozir hammadan tehi maska taqayotgan.
Shuning uchun mask taqib chiqsanglar bo'ladi, ammo cho'qim chiqinglar. Bu o'zingizning ishingiz qarindoshlar. Bo'lib bo'lmish Amerikadagi qarindoshlarga bu o'zingizniki bevosita o'zingizniki mushadiki manfaatingizga taqishadigan ish. Chiqib o'zingiz surishti qilmasanglar birisi kelib surishti qilib bermaydi. Immigration masalan qanday bo'ldi deb o'zingizning yo'lni mangmasanglar boshqasi kelib alamani deb qilib bermaydi qarindoshlar. Shuning uchun bu namoyishga chiqinglar. Qo'rqsanglar maskanlarni taqib chiqinglar. Ama çoğun çıkıp şu Amerika hükümetininki tizden immigration meselesine halkımızga halk kirişini tizden halk kirişini iltimas kılışımız gerek, talep kılışımız gerek öz qarindoshlar. Çünkü bu yerde ırkıy kırgınçılık bulavatqanlıqını jakalap boldu Şarkı Türkistan'da. Nurgun qarindoshlarımız bulup yaşlarımız ya işleyenmeyotdu ya okuyanmeyotdu, nurgun başka qarindoshlarımız mı ya işleyenmeyotdu ya bir sağlamlık istirxanaya sığım erişenmeyotdu. Müşundan mesele bulavotdu bizniki müşadiki cemiyette. Şunun için bunu el kılış için besim kılışımız gerek. Besim kılış için müşu namayişini ururlaştırsak, kançılık çoğurak çıkalasak, medyalı bilen, muhbirli bilen emminasını çakırık kılımız. Şunun için çoğun namayişka katlaşınlarını talep kılımız ve başkadaki qarindoshlarga xabardor qilishinglarni talab qilamiz. Namoyishninki tashviqot varaqini Milliy Uyg'unishninki Facebook saytisiga tashlab qo'ydik va yana WhatsApp guruhlariga tashlab qo'ymiz. Shu yerdan qolgan uchurlarni ham inglizcha ham uyg'urcha qildik. Topa olasizlar. Allohga Ammanlar Allah'a emanet bulunlar. İnşallah şu aldığımızdaki 8. ayın 13'de şu USCIS Arlington Asylum Office'nin aldığı da birlikte aşağıda cem bulup namayış kılışımız kılgan. Selamun aleyküm. Marrakesh Xitoyning talebiga asosan bir Uyg'ur erning qo'lga oldi. Marrakeshning Rabat doiralari xalqaro soqchi tashkiloti tarqatgan Xitoyning terrorlikqa qarshi turish buyrug'iga asosan surgundagi bir Uyg'ur faoliyatchisini qo'lga oldi. Faoliyatchilar İdris Hasanning Xitoyga topshirib berilishdan ansirmoqda va qo'lga olishning siyosiy maqsad ekanligini, Xitoyning o'qituvchi deb bekitgan chegara sirtidagilarni ovlash harakatining bir qismi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Marrakeshning davlat bexatarlik bosh idorasi seshanba kuni bir Sharq Turkiston fuqarosining 20 iyul Istanbuldan kelgandan keyin Kasablankadagi Muhammad V xalqaro aerodromda qo'lga olinganligini aytdi. Boshqarma terrorlik tashkiloti tizimligidagi tashkilotga oid bo'lganlikdan gumon qilganligi uchun xalqaro soqchi tashkiloti tomonidan qizil uqtirishning obyekti bo'lganligini, bu qizil uqtirish xalqaro soqchi tashkilotining eng kuchli tizimligiga kirgizilganligiga barobar ekanligini, uqtirishning topshirib berishni talab qilayotgan Xitoyning talabiga binoan chiqarilganligini aytdi. Uningda Marrakesh doiralarining qo'lga olganligi, xalqaro soqchi tashkiloti va Xitoy doiralariga xabar qilganligi, Xitoyga o'tkazib berish rasmiyatining o'tkazib berish tartibini saqlayotgan taftish organlariga yo'llanganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Marrakesh soqchilari qo'lga olingan kishining ismini oshkorlashni xohlamadi. Xitoy tarafidan qo'lga olingan kishilarning delolarini maxsus tadqiq qiladigan ommaviy tashkilotning bexatarlik qo'g'duvchilari uning ismining Idris Ayshan, ya'ni Idris Hasan ekanligini aytdi. Anglashlarga qaraganda 33 yoshli Idris Hasan kompyuter injeneri, 3 bolaning dadasi bo'lib, Uyg'ur diaspora tor gazetida ishlagan va boshqa faoliyatlarga yordam bergan. Taratqularning tashviq qilishiga va Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni xo'rlaganlik to'g'risidagi guvohliklarni to'plagan. 2012-yildan boshlab Turkiyada yashayotgan bo'lib, o'ltiraqlashish rasmiyatimi bor ekan. İdris Hasanning oilasidagilar bilan aloqalashayotgan biraylarning so'ziga qaraganda, u Turkiyada ko'p qatim qo'lga olingandan keyin 19-iyul kechda Istanbuldan Kasablankaga qarab yo'lga chiqqan. Shanba kuni ayoliga telefon qilib, chegaradan qo'g'lab chiqarilganligini aytgan. Xalqaro soqchi tashkiloti va Xitoyning Marrakeshdagi bosh elchixonasi qo'lga olinganligiga baho berish talabiga darhol javob qaytarmagan. Nima deb ayblaganligi hozircha aniq emas. İdris Hasan apandi Turkiyada turayotgan mezgilda 2014-yili, 2016-yili oktyabrda, 2017-yili aprelda,
2018 yılı noyabrda cəmi 4 qıtım tutqun qılınğan ikən. Marrakeş yaqınqı yıllardan buyan Xitay bilan bir qancha shartnoma imzalagan bo'lib, buning ichida 2017 yılı Xitay bilan imzalagan o'tkazib berish shartnomasimi bor. Bexatarlik qo'g'duvchilari Marrakeshning Washington va Bryusseldagi bosh elchilaridan Hasanni o'tkazib bermaslikka murojaat qildi. Bexatarlik qo'g'duvchilaridan Peter Dahlin Xitoy doiralarining Uyg'ur va chet eldagi boshqa o'qituvchilarga xalqarалық сақчы тәшкилатының qizil uqtirishi chiqarishining oz uchraydiganligini aytdi. Mushuningga o'xshash yana bir ahvol Xitoy amaldorlari o'tgan yili Xitoy bilan Hindiston armiyasi o'rtasida yuz bergan ajallik chegara to'qinishi to'g'risidagi to'rda bergan baholari sababidan 19 yoshli o'quvchi Wang Junhuni izlagan. Amerikaning doimliq aholisi ekanligini aytgan Xitoy o'smir aprelda Dubayda aeroplan almashayotganda qo'lga ilingan. Amerika Davlat İşleri Mahkemesi buni kishilik huquq masalasi deb atadi. 5-oyda Wang qo'yib berilgandan keyin to'y qilmoqchi bo'lgan qiz bilan Gollandiyaga qochib ketgan. Har ikki xil ahvol Xitoyning chegara sirtidagi tutqun qilishining ortqanliqdan iborat qo'rqinchli ahvolni tushuntirib berilgan. Sharqiy Turkiston surgunda hukumati Marrakeshni İdris Hasan apandini chegaradan qo'g'lab chiqarmaslikka va uni qo'yib berishga Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesi, Amerika Davlat İşleri Mahkemesi ve başka demokratik devletlerini İdris Hasan Efendi ve ırkı qırğınçılıqdan qaçqan başka Şarkı Türkistanlıqlarga aldın musafirlik salayeti ve panalık veriş arqılı qutquzib kelishga chaqirdi. Breitbart xabar kanalı 27 iyul Şarkı Türkistan rəhbəri Uyg'urlar Kuba xalqi bilan birlikdə kommunizmning mavjud tahdidiga qarshi turdi dedi degan temada bir xabar e'lon qilgan bo'lib, xabarda mundaq deyildi. Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinin baş ministeri Salih Xudoyer Efendi Düşenbe günü Breitbart xabarlarga Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Türkiye milletlerinin Kuba halkının erkinligini qo'lga keltirish ko'rishini qo'llaydiganligini, Amerika hükümetinin Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Türkiye milletler ve Kuba halkını duch kelayotgan kommunizm tahdididan qutqizish uchun harakat qilish kerakligini aytdi. Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinin baş ministeri Salih Xudoyer Efendi aldınғы hafta Aqsaray aldida namoyishga rahbarlik qilib, Amerikada bastırılgan xalqni qo'llash munosabati bilan o'tkazilgan asr davlatlar haftasini xotirladi. Namoyishda Prezident Joe Bidendan Şarkı Türkistondagi vahshiy irqiy qirg'inchilik sababidan Xitoyga qarshi harakat qilib qolmasdan balki Şarkı Türkistanning Xitoy tarafidan mustamlaka qilingan egilik huquqliq davlat ekanligini e'tirof qilish talab qilindi. Çünkü Şarkı Türkistan bilan Xitoylarni asos qilgan Xitoy Xalq Cumhuriyati orasida milliy, madaniyat, til va tarixiy munosabat yo'q. Namoyishchilar Bidendan Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni Xitoy davlatining ichki ishi emas, balki xalqaroliq ish deb e'tirof qilishni talab qildi. Erkin dunyodagi davlat hukumatlari, ya'ni Biden hukumati va uningdan ilgirki Donald Trumpni o'z ichiga olgan nurg'un hukumatlar Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan harakatini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Namoyish Kuba diaspora namoyishchilarining Oqsaroyda bir hafta davomlashgan namoyishi bilan bir vaqtda yuz berdi. Oldingi hafta o'tkazilgan faoliyatda Salih Xudoyer Efendi kubalik namoyishchilarni Uyg'urlar va Sharqiy Turkistondagi boshqa xalqlarga vakolatan Karib dengizidagi kommunizmga qarshi turish faoliyatlarini qo'llaydiganligini bildirdi. Namoyishchilar o'z navbatida Uyg'urlarga xushallik ato qildi. Kommunizmga qarshilik shiorlarini yangratdi. Salih Xudoyer Efendi Breitbart xabarlarga Xitoy Kompartiyasi ishg'oliyati ostida irqiy qirg'inchilik va boshqa vahshiyliklarga duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqining bo'libmi Uyg'urlarning Kubadagi Kompartiyaning mustabidligidan qutulish uchun tirishayotgan Kuba xalqi bilan ittifoqlashganligini, Xitoyning Kubaning kommunist mustabid hukmronligining eng chong qo'llovchisi va hayot yo'li ekanligini, oldingi asrdan buyon kommunizm davridagi Sharqiy Turkiston, Kuba va boshqa joylarda nurg'unlagan insonlarning azob uqubat chekayotganligini. Shunga Amerika hukumatining dunyoni yetaklab kommunizmning demokratiya, erkinlik va insonlarning hayotiga elib keladigan mavjud tahdidini hal qilish kerakligini, kubaliklarning erkinligini asliga keltirish uchun kurash qilayotgan chaqiriqlarni qo'llaydiganligini, Amerika hukumatidan Kuba va Xitoy ishg'ol qilgan Sharqiy Turkistondagi rahimsiz kommunist hokimiyatlariga qarshi harakat qo'llanishni talab qilganligini aytdi. Xitoy Kommunistik partiyasi Sharqiy Turkistonni yangi chegara ma'nosida keladigan Shinjang kalimasi bilan ataydi. Necha 10 yildan buyon Sharqiy Turkistondan chiqayotgan dokladlarda
Kommunist əməldarlarının o yerdəki köpünçə Uyğurlarını asas qılğan ahalilərə ağır kişilik hüquq dəfsəndçiligi yürgüzgənligi göstərildi. Amma dəlil isbatlar cəza lagerləri qurulğandan keyinki 4 ildə tez öyrüldi. Ən yuqarı pəllədə 3 milyon adamның cəza lagerlərə qamalğanlığı məlum. Lagerlərdən həyat qalğanlarının deyişçə Xitay, Uyğur, Qazaq və Qırğız qatarlıq türkü millətlərini öz içigə alğan xalqlarını türməgə sulaydı və ularni etiqadidan vaz keçishga məcburlaydı. Lagerlərdə həyat qalğan ayollar məcburi bala düşürüş, buvaqlarni öldürüş və toğmas qılıb ötüş, şundaqla basqınçılıq, elektronluq əsbablar arqılı qiynashqa duch kelgan. Kişilik hüquq mutaxassislari lagerlarning sirtida Uyğur və başqa türkü millətlərinin Xitayning zavodlari və dehqonchilik maydonlarida qo'l sifatida keng ko'lamda ishlatilganligiga oid faktlarni to'pladi. Xitoy korxonalari ochiq-oshkora Uyğur əmgak kuchlarini to'rda setib olaydi və ularni hukumat ko'chma applar orqali topa oladi. Kuba Kompartiyasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi afzalligidan foydalanib, Xitoyning Uyğur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qo'lladi. Kuba başqa mustabid hakimiyetlər bilan bir qancha birləşmə bayanat imzalab, Xitayning Türk musulmon xalqlarini yo'qotish harakatini qo'llab, buni davlatning bexatarlik tadbirlari deb ta'rifladi. Xitoy Xinhua agentligining xabariga qaraganda, oktyabrda Kuba diplomatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisida bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi atalmish terrorlikqa qarshi turish tadbirlari ustida jazo lagerlarini qo'llaydiganligini aytgan. Xinhua agentligi bayonotda Xitoyning Sharq Turkistondagi barliq millatlarning kishilik huquqini qo'g'dash, qonun bo'yicha terrorlik va oshqo'llikning tahdidiga taqobil turish uchun bir qator tadbirlarni qo'llaydiganligiga minnatdorlik bildiramiz degan. Xitoy hokimiyati juma kuni Kuba Kompartiyasini qo'llaydiganligini qayta ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian, Kuba davlat bexatarlik xodimlarining zo'ravonlik hujumi va qurolsiz namoyishchilarni etayotganligini tilga olib, biz boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishni, bir taraflamlik jazo yurgizishni, erkinlik, demokratiya va kishilik huquq bahonasi bilan boshqa davlatlarga qarshi turishiga qat'iy qarshi turamiz dedi. Oraldagi va Amerikadagi demokratiyani qo'llaydigan guruhlardan tashkil topgan Kuba qarshilik ko'rsatish majlisi o'tgan yili Sharq Turkistondagi majburiy emgakni oxirlashtirish birlashmasiga qatnashib, Xitoyni Sharq Turkistondagi majburiy emgakni to'xtatishga chaqirdi. Kuba qarshilik ko'rsatish majlisining davlat ishlari kotibi Orlando Gutierrez Brunat ayni vaqtda be'tibor xabarlarga Xitoy Kompartiyasi mustabidligi Castro hokimiyati bilan ittifoqlashganga o'xshash erkinlik va demokratiya uchun kurash qilganlar cho'qim kommunizmning xalqaro qurilmasiga qarshi birlikda kurash qilish kerak degan edi. Hayotini saqlab qolish uchun yeb ichish ehtiyojini ta'min etish uchun ishlashni, bola tepishni, bolalarini beqishni, o'zlari uchun turalg'u yasashni hayvonlarmi biladi. Inson ma'naviyati bilan hayvonlardan farqlanib turadi. Ma'naviyat siyosiy g'oya, din, vatan, millat uchun shaxsiyatidan, barliq qimmatli narsalardan voz kechish, qurbon berish ruhi insonlikdir. Bu ma'naviyatdan mahrum bo'lganlarning hayot turmush jihatdagi iftixori faqat hayvonlardami bo'ladigan moddiy va jismoniy shart ham talablarning siliqroq shakli. Xolos. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.